Mamlakatimizda fuqarolarning sog'lig'ini saqlash, ular uchun sog'lom muhitni vujudga keltirish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar o'zining huquqiy asoslariga ega. Biroq amaldagi qonunlarga zid ravishda faoliyat yuritmoqchi bo'lgan dorifurushlar ham uchrab turgani achinarli hol. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining boshqa huquqni muhofaza qilish idoralar bilan hamkorlikda harakat tufayli viloyatda dori vositalarining yashirin aylanmasiga barham berildi. Departamentning Namangan viloyati boshqarmasi, Yangi Namangan tumani bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona boshqarmalari xodimlari bilan hamkorlikda fuqarolar tomonidan tibbiy dori vositalarining noqonuniy ravishda saqlash, tashish va o'tkazish holatlarini aniqlash yuzasidan Namangan shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Boburshoh mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda hech qanday tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan hamda sifati kafolatlanmagan dori vositalari kelgusida sotish uchun saqlab kelinayotgan aniqlangan. Tadbir davomida umumiy qiymati 577 million 381 ming 200 so'mni tashkil etgan 56 turdagi 13 ming 184 birlikdagi dori vositalari va tibbiy buyumlar ashyoviy dalil sifatida tegishli yuk xati orqali bojxona servis davlat muassasasiga qarashli maxsus omborga ish qonuniy hal etilgunga qadar vaqtincha saqlash uchun topshirilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasining xulosasiga ko'ra fuqaro tomonidan dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi qonunning 12, 16 va 20 moddalari talablari qo'pol ravishda buzilganligi sababli ushbu dori vositalarini saqlab sotish, tashish va tibbiyot amaliyotida qo'llash taqiqlanishi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan departamentning Yangi Namangan tumani bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda.